O'z internetni narsa tutamaykin tushmaydi. Sonrasida men kabi yangidan o'qishibsizlar. O'z men bu yerda baliq ovlayapman lekin hech qachon tushmayapti-da. Internetdan beri o'tiribman. Tushunarsan va zerikdim. O'z bu yerdan ketsam ham bo'ladi. Qaranglar. Tushmaydi umuman topolmadim. Mayli, uni qishloqqa bora qolay. Baribir baliq tushmaydi. Tushunarsan. Mayli do'stlar, nima qilamiz? Kanalga like bosishni unutmanglar. Hayronman, baliq ovlolmayman. Mayli, uni uyimga bora qolay. O'zingizga nima gap kommentariy yozib qoldiring. Bu nima bu? Jeti nima bu? Sonam do'konga o'xshaysiz. Nima deyapsan? Qanaqa do'kon? Mani uyimki bu. O'z madronasimi bu yerdan do'kon ochildi. Bu meni narsalarim siz aqldan ozdingizmi? Bu yerda lava bor edi, xavotir olmang, biz bu yerni to'g'riladik. Sizlar jinnimisizlar? Men uyimni do'kon qilib oldiraymi? Xavotir olmang, uyingizga yaqinga ham narsa qurilgan. Nima deyapsan? Bu yerda bir yo'q, nima bu? To'xtanglar. Harbi mani uyimki. Sen ham kampot yaxshimsan, do'konga o'xshayapsan. Qanaqa do'kon bu? Mani uyim nima bo'ldi? Men uyimga narsalarni olib kirib kampot bu yerdan do'kon ochildi. Mani uyimki bu, kandang joyidami? Muammongizni menga aytsangiz o'zi hal qiladi. Men sotuvchiman. Qaranglar do'stlar, bu kanda varamlar nima qilib qo'yibdi? Do'kon ochib olgan meni do'konimdan. Hayronman, so'roqsiz yana nima qilsam bo'ladi. Adminga aytamiz. Qani, admining qani? Salom kampot, nima xizmat, nima bo'lyapti? Sen tayinsan meni uyimga do'kon ochibsan. Kampot, bilmayman, biz do'konni shu yerdan ochdik. Seni uying mashhur-da. Shuning uchun do'konni shu yerdan ochdik. Mani narsalarim qayerda agar? Arqa tepaga. Olib qo'yib, tepaga deysan, men narsalarimni essiz uyim. Kampot, endi biz uyingni tepaga qo'yib qo'ydik. Voy, qandaylar varamlar mana bu yerga ekan. Prosta bu yer qo'rqinchli, uyimni arang. Kampot, narsalaring mana shu yerga turibdi. Kampot, shu bilan. Narsalarni mech. Narsalarni olmaslar yaxshi. Kampot, iltimos do'konni qoldiraveraylik, ochaveraylik. Yo'q, meni uyimdan yo'qollaring. Hammang ket, yo'qol. Nega bular ketmay? Kampot, iltimos, kunlarimni haydama. Seni uyingdan zo'r bo'ladi do'kon ochish. Sen aqllisan, men qayerda yasayman? Tomga yasaymanmi? Yomg'irga jin ursin seni. O'z bu yerdan ketlaring. Nima qilsam ekan bularni? Do'stlar, bilan haydab yubormasam bo'lmaydi. Adam savdo qilyapti bular. Birovni uyiga yo'qmay, bularni kallasi ishlamaydi-da. Nimadir qilishim kerak. Menga mana bunaqa narsalar bor do'stlar. Hozir bularga ko'rsatib qo'yaman, uyimdan haydaymiz. Moshinga minamiz va haydaymiz. Ana yurdi, mana bu yerga parkovka qilamiz. Ana jetlar olib keldik. Kampot, nima bu yerga moshina olib kelding? Nima bo'lyapti? Xavotir olma, bu yerga mana bularni qo'yamiz. Tualetlarni qo'yib olay hozir. Bu meni uyimki, men ham haqqim bor narsa qo'yishga. Mana saralab kelyapti. Mana bu yerga loyni qo'yamiz. Kampot, bu yerda ol, bu yerdan narsangni. Vahima. Bu yerimcha sasiyapti, tushunursin seni. Ol bu yerdan tualetlikni. Mana bu yerga mana qutini ham qo'yamiz.
katta bo'ldi ana. Gapmat meni kilitlarimni qochiryapsan og'zingdan bismillah. Mayli hozir mana buni qo'yib olay. O'tda musul yastikni ham qo'yamiz. Mayli chetillar men hali kelaman. Bu yer nima bo'lyapti? Sanspid yopti. Umuman menda sen do'koningdan narsa olmayman. Ana do'stlar ular olmaykan. Biz asta boraylikchi. Ani. Mosin turibdi. Chetillar ovozi chiqyaptimi? No, chetillar. Do'konni yopib ketishibdi mana. Yaxshi do'stlar, yemak qildim bulardan. Uyimni qaytarib oldim. O'zicha do'kon ochadi bular, mana sizlarga ko'rsatib qo'yaman. Kanalga obuna bo'lib, like bosishni unutmanglar. Ularni qaranglar nimalar qo'yib tashlagan. Endi bu yerni tozalab o'z uyimda qaytarib olaman. Zo'r bo'ldi lekin. Sizlar tez obuna. Rahmat kamar, endi bu yerdan ana do'kon ochib bo'libdi. Bu yerdan narsa olamiz. Yo, bu yerdan ketlaring, ketasiz. Hammang ket. Iltimos kamar, do'konimni haydama, bu yerda zo'r bo'lib turaveradi. Yo, senga ham mumkin emas. Men uyim nima bularga molxonami? Hozir bir nima qilaman. Salom chetillar, bizlarga intervyu olmoqchi ekan bular. Anaqa intervyu hozir ko'rasiz. Oyda tayyorlaylik tez. Siz bu yerda stolimiz do'konni yomonlamoqchisiz, nima bo'lyapti? Bu yer mana bu 13-qism do'kon umuman bo'lmaydi. Mana do'kon tursin qaranglar. Yomon shunchalik yomonmi bu yer? Gapmat nima deyapsan? Hatto do'stim kecha narsa sotib oldi bu yerdan. Aqlar qorni og'riq bo'ldi. Hali ham doktorxonaga yotibdi. Rasvos chiqyapti bu yerning do'konni ovqatlari. Gapmat nima deyapsan? Janob biz ham tushundik. Shunaqa gaplar video bo'pti. Men qaranglar mana xomligini ko'rsatib beraman. Chiqarsin meni. Yo'q, shunaqami shunchalik do'koni? Albatta do'stlar, sizlar ham bu yerdan narsa olmanglar. Bu yer do'kon umuman bo'lmaydi, achib yotibdi ovqatlar. Gapmat, qara meni kilitlarimni qochiryapsan, sen uchun ursin. Men senga aytdim, bu yerdan hech narsa sotilmaydi. Tez yig'ishtir do'koningni. Men baribir ketmayman bu yerdan. Oxirigacha kurasaman. Reportajga ham yordam bermaydi. Yo'q, unda mana bu hozir ko'rasan. Do'stlar, bunisi yomon chiqdi-ku. Do'stlar, men kameramni yo'qdim. O'z men do'konda mana bu chiqon bilan mana bu ko'rsatmalarni olib keldim, hozir bunikiga qo'yib yuboramiz. Chetilxani ham savdo qilyapti yaxshi. Hozir uyda arkasidan shu bir sasib yotibdi, voy. Tomdan borib hozir taslaymiz. Qanchalarga bir shunday qilsam qochadi bu olam. O'z mana bu turibdi. Rahmat sotib olganlaring uchun. Bu kilitlarni kam qo'yapmiz, lekin mayli qo'rqmaymiz. Mana buni qo'yamiz. Ma. Yo'q, chetilni ovoz. Bular nima bu? Yordam, uyimiz chiqan bosdi, yo'q. Mana buni hammasini tas. Ana qochib ketdi do'stlar, ko'rdilaringmi? Ajoyib qutqardim. Endi ularni qaranglar, bir ko'raylik. Qani ketibdimi? Yaxshi. Do'konni yopib ketyapti. Biz qildik bunaqa qo'shinlardan. Uying bosinglar qolsin deb yozib qo'yibdi. Mayli, endi shunaqa ekanda. Mana ularni yig'ib buzib tashlaymiz. Uyim o'zi do'kon kerak emas. Obuna bo'lishni unutmanglar do'stlar, like bosinglar. Mana ularni yig'ib tashlaymiz. Ana zo'r bo'ldi. Do'stlar, keyingi videoda ko'rishguncha salomat bo'linglar. Men Kampbot bo'ldim. Albatta kanalga obuna bo'lib, like bosishni unutmanglar. Haydab oldik, salomat. Voy. Mana bu yer yomon sanspid do'stlar. Bu yerni yig'ishtirib olaman albatta.
Xayr do'stlar, salomat bo'lasizlar. Nima ekan, bo'ldi. Keyingi videoda ko'rishguncha.